Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Har doimgidek ishlarni chiqarishda davom etamiz. Birinchi ishimiz JSB traktorda bo'ladi. Bu Sankt-Peterburgda joylashgan, oylik soatiga 700 rubl, oyiga bemalol 150 ming rubldan 160 ming rublgacha aylantirasiz. Ish ofitsan oyliklar o'z vaqtida beriladi, turdovoy dogovor ham qilib beriladi. Kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez, patent Sankt-Peterburgda bo'lishi kerak va minimum 1 yillik optiz bo'lishi kerak. Ikkinchi ishimiz teleskop pogrushikda bo'ladi. Bu ish ham Sankt-Peterburgda joylashgan, oyiga 130 ming rubldan 140 ming rublgacha aylantirasiz. Bu ish ham ofitsani oyliklar o'z vaqtida beriladi va turdovoy dogovor ham qilib beriladi. Kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez, patent Sankt-Peterburgda bo'lishi kerak va minimum 1 yillik optiz bo'lishi kerak. Ish beruvchilarning nomini har doimgidek kommentariya va opisiyaga yozib qoldiraman. Bog'lanib bemalol borib ishni boshlayverasiz. Keyin bilasiz, azizlarim, prava xizmatini yo'lga qo'yganman. Srochni 30-iyunga ekzaminga joy bor, faqat shoshilamiz. Joylar soni cheklangan, sanoqligina joyim qoldi. Bilasiz, iyun oyiga hozir aksiya ketyapti. Bepul atmitga qo'shib beriladi va bepul 5-razryadga ko'tarib beriladi va bepul mehmoningiz bo'lasiz va obed bepul. Agar sizga spesitexnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, pastga WhatsApp nomerim yozib qoldiraman. Faqat WhatsAppdan bog'laning. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga yetishadi. Prava ekzaminlarga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Pastga kommentariya va opisiyaga Telegram gruppam ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram gruppamga joylab boraman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.